Energiya yuqumluqdur. Əcdadlar qaldırğan hikmetlik sözlərinin heç biri bekarga aytilgan emas. Ürük ürükni körüp ala bulur degan sözmü şularning cümlesidir. Bu sözni nega qo'ysak qo'ya olamiz? Biz bu sözden yo'lga chiqib, aktiv energiyalik insonlar bilan aralashgan odamga ulardan aktiv energiya yo'qidi, passiv energiyalik insonlar bilan aralashgan odamga ulardan passiv energiya yo'qidi desak, hergiz bu xato bo'lmaydi. Chunki hayotimizda aktiv energiyalik ijobiy insonlarning mavjud bo'lganligi biz uchun ne'mat bo'lgandek, passiv energiyalik salbiy insonlarning bo'lganligi biz uchun vabodir. Alimlarning birisi insonlarni uchga ayiradi. Havo insonlar, davo insonlar, vabo insonlar deydi. Havo insonlar xuddi ularsiz yashig'il bo'lmaydigan shaklda, xuddi havo bo'lmasa yashig'il bo'lmagandek, ularsiz hayotning ta'mi bo'lmaydigan go'zal insonlar. Davo insonlar dertlerimizge dava bulalaydigan, rencimizge şifa bulalaydigan ve bizge teselli bulalaydigan, ko'nglimizni xushal qilalaydigan insonlar. Vaba insonlar bizge xafaliqdan boshqasi kelmaydigan, intayin xatarlik, nachar insonlar. Şuna bizning hayotimizda havo insonlar ve dava insonlar bo'lishi kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda Ya eyyühellezine amenettequllaha ve kunu ma'as sadiqin. İman etganlar, Allah'tan korkunlar ve rastçılar bilen billa bulunlar deb ko'rsatgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan özü aralashgan adamga o'xshaydi. Şuna aralashadigan adamlarni yaxshi tanlanglar deb ko'rsatgan. Amerikalik yozuvchi James Rohin insan özü en ko'p aralashgan 5 insonning yig'indisidir degan ekan. Çünkü insan özü aralashgan kishilardan anglır, angsız halda köp narsalarni qabul qildi. İjobiy kishilardan ijobiylikni, salbiy kishilardan salbiylikni qabul qildi. Shunga ijobiy, o'lgulik kishilar bilan aralashish biz uchun nihoyat foydalidir. Hayotingizdagi insonlarni elgakdan o'tkazing. Ko'nglingiz bearam, özünüz ümitsiz, kunlaringiz g'amkin, ruhingiz tushkun, ishlaringiz natijasiz o'tayotgan bo'lsa, o'zingizni tekshirib ko'ring va hayotingizdagi do'stlarni, aralashadigan kishilarni ko'zdan kechiring. Sizga energiya berayotgan kishilarni elgakdan o'tkazing. Ondan passiv energiyali kishilarni hayotingizdan chiqaring. Aktiv energiyali kishilarni ching tuting. Ular bilan do'stligingizni va munosabatingizni kuchaytiring. Shunda qilsangiz aktiv energiyaga ega bo'la olasiz. Ijobiy kishilar bilan aralashsangiz, ular ruhingizni yengilab turadi. Sizga ilhom berib turadi. Sizga qiyinchiliklarga emas, hal qilish chorasiga ahamiyat berishni o'rgatadi. Sizga aktiv energiya beradi. Sizni yuqoriga ko'taradi. Sizning xushalligingizni oshiradi. Sizning hayotga bo'lgan ko'z qarashingizni yengilaydi. Sizning o'z ishonchingizni kuchlantiradi. Agar siz salbiy kishilar bilan aralashsangiz, ular sizning g'amkinligingizni va umidsizligingizni oshiradi. Sizning energiyangizni imidi. Sizning choralar bilan bo'lishning o'rniga qiyinchiliklar bilan qilishingizga sabab bo'ladi. Sizning vaqtingizni o'g'irlaydi. Sizni tuyanga tortadi. Sizning ruhingizni zaharlaydi. Sizni g'amkin qiladi. Ijobiy insonlarning bizga qo'shadiganlar bilan salbiy insonlarning bizdan oladiganlarini sanab tugatgan bo'lmaydi. Sizning kunlaringiz mayli yaxshi o'tgan bo'lsin yoki nachar o'tgan bo'lsin, uningda hayotingizdagi insonlarning cho'qim ta'siri bor. Shuni unutmangki, siz xohlamagan birisi sizning hayotingizdan o'rin ola olmaydi. Salbiy insonlar o'zlarining passiv energiyasini sizga majburlab tangalmaydi. Bu faqat siz yo'l qo'yganda bo'ladi. Shunga siz ularga yo'l qo'ymang. Ularni hayotingizga yo'latmang. Shaytonmi shunday. Shayton sizning hayotingizda sizga belgilik ta'sir ko'rsatadi, ammo sizni hech qanday bir ishga majburlay olmaydi. Faqat shaytonning vasvasasiga
uning hiyli nayranlarga aldanib qolgan vaqtingizda sizni azdırıp ketalaydi. Ammo shaytonni bu mening abadiy dushmanim degan e'tiqod bilan shunda tug'uningizda shaytondan qo'g'dinishning choralarini joyida qilgan vaqtingizda shayton sizning hayotingizga ta'sir yetkazolmaydi va sizni o'zgartirmaydi. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.